Agar siz faqat jahon chempionatining bekor qilinishi uchun murabbiylikdan haydalishingiz mumkin deb o'ylagan bo'lsangiz, demak, juda xato qilyapsiz. Janubiy Koreya quyi ligaga tushib ketganidan so'ng bosh murabbiyga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Janubiy Koreya 26 kishilik jahon chempionatiga juda jiddiy garov tikdi. Ular milliy jamoa o'yinchilariga sportda eng ilg'or texnologiyalarni taqdim etishdi va ularning mashg'ulotlariga katta mablag' sarflashdi. Ammo guruh bosqichining oxirida koreyslar faqat 3-o'rinni egallab, turnirdan chiqib ketishdi. Bosh murabbiy esa o'z vatanini xiyonat qilganlikda gumon qilindi. Eng ta'sirli qarorlardan biri shuki, u Sardor Son Hyun Minni o'rindiqqa qo'yib, deyarli uni o'ynashiga ruxsat bermadi va ketganidan so'ng u o'z qarorini butun mamlakatga tushuntirish